Hammaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Solo PUBG. Xo'p do'stlar, bugungi videomizda nufuz haqida gaplashamiz. Nufuz nima, u nima qilib beradi va qanday u nufuzni ko'tarsa bo'ladi. Mana do'stlar, video tayyorlashga ham o'zini mashaqqati bor. Unga video tayyorlash kerak, montaj qilish kerak, ovoz berish kerak. Shuning uchun sizlardan bittagina like va obuna so'rab qolardim. Qani unda videoga ketdik. Birinchi bo'lib nastroyga kirib, nufuzlar bo'limiga o'tamiz. Ko'rib turibsizlar, men nufuzim 0 va men qanday nufuzimni 0 ga tushirib qo'yganimni aytib va o'rgatib ketaman. Nufuzingiz 100 bo'lsa, sizda hech qanaqa cheklovlar yo'q va sizdan hech qanaqa ochko ballari, foizlari olinmaydi. Nufuzingiz 80 dan 99 gacha bo'lsa, bunda ham hech qanaqa zarar yo'q. Nufuzingiz 79 dan 60 ga tushgan bo'lsa, tabriklayman, juda sizda muammo bor. Endi siz sheriklar bilan o'yna olmaysiz. Ya'ni sheriklar bilan o'ynaladigan Livik, Erangel, Arkada, Arena kabi o'yinlarni o'ynash mumkin emas. Va yana sizga o'yin davomida beriladigan XP va BP tangalari 50% ga tushiriladi. Bu degani akkauntingizdan urguni ko'tarilishi va tangalar BP berilishi 50% ga tushiriladi. Nufuz 50 dan 20 ga tushsa, bunda rangli kartalar va do'stlar bilan o'ynaladigan kartalar o'ynalishi taqiqlanadi. Nufuzingiz 19 dan 0 ga tushib qolgan bo'lsa, faqatgina siz VSAI rejimida o'ynay olasiz va XP va BP tangangiz 90% ga tushiriladi. Xo'p, nufuzni qonun qoidalarni tushunib oldik. Men endi hozir sizga nufuz nimadan tushishini tushuntirib beraman. Xo'p, siz sheringizga granata yoki molta otsangiz, u nok bo'lib qolsa, sizga sheringiz ban berishi mumkin. Va ban bersa, siz vaqtinchalik to'xtab qolasiz, ya'ni yura olmay qolasiz. Va dabit qilib olsangiz bo'ldi. Sizni o'yindan chiqarib yuboradi. Sheriklaringizni so'ksangiz va haqorat qilgan gap aytsangiz, sheriklaringiz sizga ban berishi mumkin mikrofoningizga. Va bunda ham nufuzingiz tushib ketadi. Xo'p, nufuzni qonun qoidalarini tushundik. Qanday qilib nufuzimiz tushib ketishini tushundik va qanaqa qilib ko'tarish mumkin desangiz, xo'p, hozir tushuntirib beraman. Xo'p, men boya ko'rsatgan kartani solo yoki duo yoki xullas squad ham o'ynashingiz mumkin menimcha. O'shanda top 1da olsangiz, ko'proq kirib top 1 olsangiz, shuncha sizni nufuzingiz oshadi 1 barobarga. Xullas, men bu kartada o'ynadim va nufuzim 1 barobarga ko'tarildi va o'yin tomosha qilsanglar, oxirida nufuz qancha ko'tarilganini ko'rib olasizlar. Xullas, vaqtni cho'zib o'tirmadim va oxirgi videoni o'tkazib yubordim va hozir ko'rishlar mumkin. Top 1 oldim va nechta keldi? 26 ta keldi va bir o'zim. Ochib ko'ramiz necha nufuz ko'tarilgan. Mana bitta karta o'ynab chiqdim va bitta men darajam ko'tarildi. Va yana nechtadir kartadan keyin sizlar nufuzingizga 100 qilishlari mumkin.